Salom, mening do'stim Fabio. O'lgin kelyaptimi? Nimaga bizani Amerika razvedkasiga sotding, ahmoq? Men sotganim yo'q, iltimos, meni o'ldirma. Endi kech, ahmoq. Yo'q, iltimos, yo'q, yo'q. Yomaya, bu budilnik ham uxlashga qo'ymaydi, yomaya. Buni tezroq o'chirish kerak. Boshim og'rib ketdi. Bo'ldi, mana o'chirdim. Yomaya. Xo'p, nima qilamiz endi? Barchaga salom obunachilar. Sizlar bilan Mustang va mening yangina videoroligimga xush kelibsizlar. Yomaya, xo'p. Boshim og'rib ketdi. Nima ish taqilyaptimi? Assalomu alaykum. Kimsiz? Salom, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Nima desam ekan? Aloqada istem bolalar. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar bolalar? Xo'p, men sizlarga bitta iltimosim bor bolalar. Shu videodan so'ng yoki shu videoning ikkinchi qismidan so'ng menga nima desam ekan, 1000 ta obunachi yig'ib bersalaring hammasi yaxshi bo'lardi. Hammalaringga rahmat bolalar. Siz snayperchisiz-a? Qayerdan bildingiz? Zombi apokalipslarda qishlog'ingizni himoya qilib qolgansiz, to'g'rimi? Ha. Men boss desa ham bo'ladi. Men mafiya boshlig'i bo'laman. Yo'qmi, mafiya boshlig'i. Bizga ishlaysizmi? Ha, nech pul berasiz? $10,000 yetadimi? Ha, yetadi. Unda hozir men ketganimdan so'ng chogirtim kelib sizga pulni berib ketadi. Siz esa o'sha pullarga ko'proq oruja olsangiz, hammasi yaxshi bo'lardi. Xo'p, yo'qmi, $10,000 ga ishlayman sizlarga. Ha, ishlaysiz. Bo'pti, emasa men ketdim. Yo'qmi, do'stlar. Qaniysiga $10,000 ga mafiya razvedkasiga ishlayman? What the fuck? Yo'qmi, kelibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz bizning mafiyamizga o'tdingizmi? Ha, o'tdim. Mana pul. Rahmat. Yaxshi. Bugun kechga sizni oldingizga bir odam keladi. Sizni o'ldirishga. O'zingizni himoyalang, tushundingizmi? Xo'p. O'zingizga ko'proq orujalar oling, chunki siz bizning razvedkadasiz. Xo'p, yo'qmi. Birinchi marta bunaqa mafiyalarda ishlashim. Yo'qmi. Hamaylar bu pullarni qarang, ko'raylikchi bu qancha pul ekan. Yo'qmi, bular $10,000 mi? What the heck? Yo'qmi, bular. Bu pullarni qo'limga ushlashim. Endi men boyman. Har bir oyda $10,000 dan ishlasam, bu degani yo'qmi, merishib qolmasin. Yo'qmi. Ham bir oyda 10,000 dan ishlasam, bu degani qancha bo'lib ketadi? Yo'qmi, o'zimni yig'ib qo'ygan pullarim bilan endi hozir borib, men ko'proq orujalar olib kelaman. Bu pullarni mana birlarga sotib qo'yaylik, to'xtanglar. Xo'p, buni va buni bo'ldi. Endi borib orujalar olib kelaman hozir. Yo'qmi, bo'ldi. Xo'p, $10,000. Ha, $10,000 ga qanday ishlash juda mazza. Yo'qmi. Xo'p, mayli. Xo'p, rahmat. Bo'pti. Xo'p, bo'ldi. To'xtanglar, jetlar kirib qolsin. Xo'p, mana bu orujalarni qaranglar. Yo'qmi. Bu pistolet va eng yaxshi ko'rgan orujam mana bu bo'ladi. Yo'qmi, snayper. Bu snayperda любой odam kallasini ochib yuborishi mumkin. Chunki nima desam ekan, bu orujadan ikkita oldim. O'qlar juda kam deyishdi. Yo'qmi. Nima baxka? Nima deysan? Boya nima deding hozir? O'qlar dedingmi? Yo'q, qanaqa o'q? Ha, mayli, bo'pti, uyingga boraver. Tushundingmi? Xo'p, mayli. Yo'qmi, bo'ldi, bilib qolmadi shunda. Bilib qolganda yo'qmi bo'lardi. Yo'qmi, ha, mayli. Hozir tezroq uyga bormasak, hozir jetlar bilib qolib, bizani politsiyaga berib yuborishi mumkin. Ha, mayli. Bizani jetlar bilmashi kerak. Nima deydi? Politsiyaga ishlayotganimizni yo'qmi, telefon bo'lyapti. Alo, assalomu alaykum. Qandaysiz, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Kim edi bu? Men mafiya boshlig'iman. Hozir oldingizga bir odam sizni o'ldirishga boryapti. Rossiya razvedkasi sizni bizga o'tganingizni bilib qolibdi. Yo'qmi, nima qilamiz? Uni peshonasidan otib tashlang. Sizda snayper bor, to'g'rimi? Ha. Mayli, bo'pti. Tezroq uni o'ldirsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, mayli unda. Yo'qmi, ittalab o'tganda bugun meni o'ldirishga kelishyapti. Oyog'im nima desam ekan, falokat bo'lib qolar ekanda endi mafiyaga o'tganimdan so'ng hammalar $10,000 uchun hamma narsa qilishga tayyorman. Yo'qmi, hamma eshikni ochamiz, yopamiz.
tashqariga tepaga chiqib olsak, u odamni kutib, uni o'ldirib tashlaymiz korоче. Yo'q, to'xtanglar, eshitib qolmasin. Qaysi tomondan kelar ekan? Xo'p, mana bu tomondanmi yoki bu tomondan? Xo'p, mana bu yoki qaysi tomondan kelar ekan? Yo'q, bilmayapman. Ha, mayli. Uyqum kelib ketdi. Qachon bu odam ham kelar ekan? Yo'q. To'xtanglar, bu kim bu? Bu odamni o'ldirmasa nima deyapti? O'ldirish kerak deydimi? Yo'q. Mana shu ko'k kiyimli Nike kiygan odam. Mulla nima deyapti? Mana shu menimcha. Yo'q, odam o'ldirib qo'ydim. Lekin bu odam ham meni o'ldirishga kerak turdi. Hammasi to'g'ri bo'ldi. Yo'q, pastga tushaylik tezroq. Xo'p, yo'q, qanaqasiga? Ha, mayli, $10,000 uchun bitta odam hech nima qilmaydi. Chunki mafiyadagi odamlar juda ham ko'p odam o'ldirgan, o'lib qolibdi, yo'q, rostdan. Xo'p, yo'q, mayli. Endi esa nima qilamiz, bilasizlarmi? Mana bu orjalarni yashirish kerak, qayerga bo'lsa ham. Yo'q, otilib ketyapti. O'shilar eshitib qolmasa, bo'ldi, politsiyaga berib yuboradi demasa, xo'p, bularni yashiramiz. Mana buni va bo'ldi. Endi esa alyo, ha, boss. O'ldirdingizmi? Yo'q, bolalar, video zo'r chiqdi degan umiddaman, bolalar. Shu videoga 100 ta dona like yig'salaring, 100 ta dona sizlarga jalb emas, to'g'rimi, bolalar? Agar jalb bo'lmasa, like bosib qo'yinglar. Shu video 100 ta like yig'sa, shu videoning ikkinchi qismini chiqaraman. Hammalaringga xayr, bolalar. Sizlar bilan stem bo'ldim. Davay, bo'pti, ko'rishamiz.